Agar hayot bo'lsa xo'jayinim bilan kelgan bo'lardim balam. Umraga kelishdagi xo'jayinim o'tganlarda boshlangan. Alloh chaqirsa hech gap emas ekan. 2-3 kunda hamma narsa tayyorda o'g'lim. Hamma narsa tayyor. Yetib keldim. Mindan min rahmat shu yerdagilarga hammasiga. 3 kun oldim, to'g'risini aytaman, oyog'im yurg'izmay qo'ydi-da. Ey o'g'lim, men bora olmayman yetga shakilim. Chaqirmadi shakilimni yig'ladim. Xudoning qudratidan bir kun qolganda oyog'imda og'riq yo'qdi. Shunaqa mo'jiza berdiki balam. Oyog'imda na og'riq bor, na boshqa narsa bor. Borib uchib keldim. Agar hayot bo'lsa xo'jayinim bilan kelgan bo'lardim balam. Xo'jayinim bilan kelgan bo'lardim. U kishiga loyiq edi betlaga kelish. Bir ikkimi mana shu anaqadan mayli Marg'ilon bor, Namangan bor, O'zbekiston, Piskat, Toshkent. Mayli shu balani anaqalari ko'paysin. Ko'paygandan ko'paysin. Oshpazlarini aytmang. O'sha O'zbekistonda qanday yeb ichishimiz bo'lsa, undan ziyoda qilishdi. Yana qaytib kelarmi desa, yana shu yerga kelardim o'g'lim. Har doim undan ham ziyoda bo'lsa hamma narsalar.